Ka'bani oldida turib olib bittasi qora tanli kishi fulus deyapti. Pul. Yondagi kishi, "Ey, harakat topgur, jannatni so'ra, jahannamdan panoh so'rasa, ha, to'g'ri, uni ham so'rayman. Lekin yana pulamda" deyapti. Aslida musulmon kishi boy bo'lish ayb emas-da. Shuning uchun sahobalar shunaqa narsani savol qilib so'rashgan. Qizi o'sha odamni ko'rsatishdi, haligi shu qora tanli kishi boyib ketibdi rostdan. U Afrikadagi uylarini ko'rsatyapti, katta villalar, olgan qimmatbaho mashinalar, ya'ni boyib ketibdi haqiqatan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana degandek, shu dunyoda ham oxiratda ham, ya'ni erishadi inson agar Alloh nasib qilgan bo'lsa. Endi bunga bir albatta bu ham sinov. Bo'ldi, bu yaxshilik degani emas. Muhim aytmoqchimanki, ni'mal malus solih lirajuli solih. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, solih kishiga solih pul bo'lsa qanday ham yaxshi. Sahobalar ham mana shuning uchun so'ragan. Dunyoparastlik emas bu. Bizdan bir kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, Robbingizdan bir Sulaymon alayhisalomni mulkchalik mulk so'rasangiz bo'lmaydimi Alloh azza jalladan?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib yordilar. Nega kuldilar? Demak, yomon gap emas aslida bu. Faqat o'sha pul so'rash odamni baribir kulgisini qislatadi-da. Ana shuning uchun kuldilar.